Assalomu alaykum. Ilm-fan 90 kanaliga xush kelibsiz. Tasavvur qiling, minglab yillar avval okean o'rtasida nihoyatda boy, qudratli va texnologiyasi zamonasidan ilgarilab ketgan ulkan bir shahar mavjud bo'lgan. Ammo bir kechaning o'zida u dengiz qa'riga g'oyib bo'lgan. Bu shunchaki afsonami yoki tarixning unutilgan sahifasimi? Bugun aynan shu savolga javob izlaymiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki oxirida olimlarni ham o'ylantirib kelayotgan eng qiziq nazariyalarni ko'rib chiqamiz. Atlantida haqidagi eng qadimgi yozma ma'lumot qadimgi Yunon faylasufi Aflotunning asarlarida uchraydi. Uning yozishicha, Atlantida Gerkules ustunlari ortida joylashgan ulkan orol bo'lib, u yerda kuchli va boy xalq yashagan. Ular ulkan saroylar, kanallar va ibodatxonalar qurgan, dengizlarda hukmronlik qilgan. Ammo vaqt o'tishi bilan Atlantida aholisi boylik va qudrat tufayli mag'rurlikka berilib ketadi. Rivoyatga ko'ra, xudolar bundan g'azablanadi va dahshatli zilzila hamda ulkan to'lqinlar oqibatida butun orol bir kecha kunduz ichida dengiz tubiga cho'kadi. Ammo bu voqea haqiqatdan ham sodir bo'lganmi? Ko'pchilik tarixchilar Aflotun bu hikoyani odamlarni haddan tashqari mag'rurlikning oqibatidan ogohlantirish uchun yozgan deb hisoblaydi. Chunki uning davridan oldingi hech bir tarixiy manbada Atlantida haqida aniq ma'lumot uchramaydi. Shunga qaramay, ayrim olimlar bu afsona ortida haqiqiy voqealar yashiringan bo'lishi mumkinligini aytishadi. Eng mashhur nazariyalardan biri Santorini oroli bilan bog'liq. Taxminan 3,5 ming yil avval bu yerda tarixdagi eng kuchli vulqon otilishlaridan biri yuz bergan. Portlash ulkan tsunami to'lqinlarini keltirib chiqargan va yaqin hududlardagi rivojlangan Minoy sivilizatsiyasiga katta zarar yetkazgan. Ba'zi tadqiqotchilar aynan shu fojia asrlar davomida og'izdan og'izga o'tib, keyinchalik Atlantida afsonasiga aylangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishadi. Yillar davomida Atlantidani Atlantika okeanidan tortib, O'rta Yer dengizi, hatto Karib dengizigacha qidirishgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari, suv osti robotlari va zamonaviy texnologiyalar yordamida ko'plab izlanishlar olib borilgan. Ba'zan dengiz tubida g'ayrioddiy shakllar yoki qadimiy tosh inshootlarga o'xshash tuzilmalar topilgan. Ammo keyinchalik ularning aksariyati tabiiy geologik jarayonlar natijasida hosil bo'lgani aniqlangan. Bugungi kunda Atlantidaning mavjudligini tasdiqlovchi ishonchli arxeologik dalil yo'q. Shuning uchun ilmiy hamjamiyat uni tarixiy haqiqat sifatida qabul qilmaydi. Shunga qaramay, Atlantida insoniyat tarixidagi eng mashhur jumboqlardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki odamlar yo'qolgan sivilizatsiyalar, ochilmagan sirlar va noma'lum tarix haqida o'ylashni yaxshi ko'radilar. Balki Atlantida hech qachon mavjud bo'lmagandir. Balki u haqiqiy voqealardan ilhomlangan afsonadir. Yoki ehtimol, uning izlari hali ham okean tubida biz topishni kutayotgandir. Siz qanday fikrdasiz? Atlantida haqiqatdan ham bo'lganmi? Yoki bu shunchaki afsonami? Fikringizni izohlarda yozing. Agar shunday ilmiy, tarixiy va sirli mavzular sizga yoqsa, videoga like bosing. Kanalimiz Ilm-fan 90 ga albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroqchasini yoqishni unutmang. Keyingi videolarda yana bir sirli mavzu bilan uchrashguncha salomat bo'ling.